Hayotda yashaymiz-u, ko'pincha atrofimizdagi narsalarni, atrofimizdagi insonlarni qadrini bilmaymiz. Ko'pincha ularni vaqtida qadrlamaymiz. Lekin yaratgan shunday ulug' zotki, bo'layotgan voqealar, bo'layotgan hodisalar sababidan bizga belgilar berib boradi. Hayot to'laqonli belgilardan iborat. Bu yerda qaysidir ishni noto'g'ri qilayotganimiz haqida albatta ogohlantirishlar bor. Va faqatgina eng mushkul narsa shu ogohlantirishni vaqtida anglab yetishdir. Ba'zida buni anglab yetmaganimiz holida biz ko'p narsalarni qo'ldan chiqarib qo'yamiz. Atrofimizdagi insonlardan ajralib qolishimiz mumkin. Va undan keyingina attang qilamiz. Agar bu belgilarni vaqtida anglasak va shu belgilar asosida to'g'ri harakat qilsak, hammasi o'z joyiga tushib ketadi. Bu videoni ko'rayotgan insonga tilagim, Xudo bizni, sizni mana shu belgilarni anglash darajasida ziyrak qilsin. Har doim bizda bor narsalarni qadriga yetib shukr qiladigan bandalari qatoridan qilsin.